Marhamat xo'jayin. Asfaltga to'xtatmaysanmi? Chang bo'ladi tufli. Yo'lni ko'rsat. To'g'ri yurasiz xo'jayin. Doktor keldimi? Shu yerda. Ko'zlar ko'rmaymi? Ko'zlari ko'radi, burunlari ozgina ko'tarilib qolgan. Ukam, shu burnim ko'tarilib qolgan. Ko'p odamlarni ko'ra olmayman, mensimayman, pisand ham qilmayman. Ko'p joyga burnimni tiqadigan bo'lib qolganman. Odamlar aytadi, "Seni burning ko'tarilib qolgan" deydi. Shuni pastga tushirib operatsiya qilishning iloji bormi? Endi bu xarakterda. Davay xarakterni operatsiya qilaylik unda. Yo, biz faqat burun operatsiyalarini qilamiz. Katta bo'lsa kichik, chiroyliroq qilamiz. Qiyshiq bo'lsa to'g'rilaymiz. Hozir skidkalarimiz bor konkurat. Yama ko'p mas skitkada skitka tasavvur qilyapsanmi? Ukam pulingni oldi, qilib qo'y. Endi hammasi bizda pul bilan o'lchanmaydi. Hozir tekin operatsiyalarimiz bor aksiyada. Unda tekinga operatsiya qildiraman. Davay, qachon qilasan? Tekinga bo'lsa men jon-jonman. Gap yo'q ukajonim, prosta klass. Zo'r operatsiya qilding. Faqat bitta iltimosim bor. Qanaqaga? Shu tekinga operatsiya qildirganini hech kimga aytmagin. Nimaga? Burunni tushirishga tushirdik. Obro'ni tushirmaylik ukajonim. Yana buningiz ko'tarilib ketyapti xo'jayin. Ko'tarilyapti. Ko'tarilyapti-ku. O xarakterdan ekanda, bo'lmasa xarakterchiskiy vrachlar yo'qmi?